1991-yilda Amerika televideniyesida Fransuz paradoksi nomli reportaj efirga uzatildi. Reportajning asosiy g'oyasi shunday edi: fransuzlarning dietasida yog' miqdori ko'p bo'lishiga qaramasdan, ular amerikaliklarga nisbatan kamroq yurak kasalliklariga chalinadi. Tadqiqotchilar buning sababi sifatida fransuzlar ko'proq qizil sharob, ya'ni vino ichishlarini aytishdi. Chunki qizil vino tarkibida yurak uchun foydali bo'lgan antioksidantlar mavjud deyishdi. Dastur efirga uzatilgan kunning ertasidayoq butun Amerika bo'ylab qizil sharobga talab oshib ketdi. AQShning barcha aviakompaniyalarida qizil vino tugab qoldi. Vinoning savdosi esa 1,4% ga oshib ketdi. Qizil vino bungacha Amerikada faqat premium restoranlarda kechki ovqat paytida alkogol sifatida ichilgan bo'lsa, endi odamlar uni shifobaxsh ichimlik sifatida ertalab nonushtaga ham ichadigan bo'lishdi. Amerika bo'ylab vino ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ham karrasiga ko'paydi. Keyinchalik ko'plab ilmiy tadqiqotlar qizil sharobni faqat me'yorida ichish kerakligini, ortiqcha iste'moli esa salomatlikka zarar yetkazishi mumkinligini ta'kidladi.